Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi kundagi skuter hamda mana bunday veloskuter narxlarini sizlarga qisqacha obzorini qilib o'tamiz. Albatta, videodan oldin like bosib kuzatishda davom eting. Akalar, bu yerda ko'rib turganingizdek barcha turdagi skuterlarimizdan mavjud bo'lib, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Lekin dastavkalarimiz pullik bo'ladi, sizga joylashgan joyingizga qarab. Asosan bu yerdagi skuterlarimiz chegirma bahosida turibdi, ulgurib qolishingizni tavsiya qilamiz. Ha aytgancha, manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan. Kelishdan oldin albatta ekranda yozilgan nomerlarga telefon qilib kelinglar. Sizlarga lokatsiya tashab beriladi. Qiynalmasdan topib kelishinglar mumkin do'konimiz. Agar o'zingizlar topib keladigan bo'lsanglar, albatta YouTube kanalimizga aytib kelishni unutmanglar. Sababi aytilgan narxlardan ham maxsus chegirma bonuslar qilib beriladi. Demak, kuzatishda davom eting. Biz boshladik. Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Ko'pchilik so'ragan mana veloskuterlarimizdan sotuvga keltirib qo'ydik. Bemalol xarid qilib foydalansanglar bo'ladi. Albatta, bugungi kundagi yangilik veloskuter hamda skuterlarimiz narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Siz ungacha like bosib bizni kuzatishda davom eting. Qani unda boshladik. Mana birinchi navbatda veloskuterimizga ko'rinishi xuddi shunday holatda. Albatta, yosh katta insonlarga ma'qul keladigan veloskuterimiz mana yengilligi bilan ajralib turadi. Akkumulyatorlari bagaj qismida bo'ladi. Akkumulyatorlari 36 ga 12 amperni tashkil qiladi. Bitta to'liq quvvatida 30 km masofani bemalol bosib o'tsangiz bo'ladi. Ha aytgancha, zaryadi tugab qoladigan bo'lsa, bemalol pedal yordamida ham haydab ketish imkoniyatini beradi. Balon razmerlariga keladigan bo'lsak, 28 bo'ladi baloni. Oldi ham, orqa ham bir xil holatda, spesiyalik. Motor quvvati 250 wattlik motor bilan jihozlangan. Tezliklari akalar 35 tezlikgacha ko'tarila oladi. Tablo qismlarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Qaranglar, multi tablo bilan jihozlangan. Bu yerdan skoroslarini o'zgartirib, mana ko'tarib tushirsanglar bo'ladi. Mana shunday holatda bu yerda tezligini, bu yerda yurgan kilometrlarini ko'rsatib o'tadi. Chiroqlarini mana shu plus belgisini bosib tursak yonadi. Mana hozir yonib turibdi, o'chdi. Yana bosib tursak yonadi. Old tarafdan ko'rsatamiz. Ya'ni faralari shunday holatda. Mana bu holatda o'chadi. Endi signali va eng qulayli jihati gazi qo'lda bo'ladi akalar. Mana buni pastga tortadigan bo'lsak, mana gazi avtomatik tarzda qo'shilib ketadi. Yana bir qulaylik joyi akalar, men gazidan ham foydalanaman, pedali yengil bo'lsin deganlar bo'lsa, xuddi shu holatda skuterimizni yoqib olib, pedalini 2-3 marta tepadigan bo'lsak, avtomatik tarzda gaz qo'shib ketish xususiyati bo'ladi. Yo'q ekan, men faqat velosipedidan foydalanaman deganlar uchun birinchi navbatda skuterni akkumulyatordan o'chirib olamiz. Mana bu yoqdan ko'rsating operator. Akkumulyatordan emas, o'zim harakat qilishim kerak deganlar bo'lsa, hozir akkumulyatorda toki qo'shilib turibdi, skuterga buni o'chiramiz. Xohlasak mana 2 marta qilsak bu qulfidan ochiladi, akkumulyatorni chiqarib olsak bo'ladi. Bir martada o'chadi. Mana endi bemalol velosiped qilib haydab ketsak bo'ladi. Og'irligi yengil bo'ladi, bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, germanskiy velosipedlarga o'xshab mana bunda 3 ta skorosdan iborat bo'ladi. Ya'ni apparatini. Mana bunisida juda yengil holatda, bunisida og'irroq va bunisida og'irroq bo'ladi. O'zingizlar xohlagan rejimga qo'yib haydab ketish imkoniyatini beradi. Mana bu yerda bitta odamni mingashtirib olib ketsanglar bo'ladi. Orqa taraflari ham mana yonadi. Qo'lingizda o'zingizlar boshqarib qo'ysanglar bo'ladi. Zaryadka qismi bu yonidan qo'shiladi. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Akkumulyatori bu yerdan chiqib solib yursangiz bo'ladi. Akalar, narxiga keladigan bo'lsak, bu skuterlarimizni, ya'ni veloskuterlarimiz narxini 4,5 million so'mga chiqarib beramiz. Dastavkalarimiz bo'ladi. Dastavkalarimiz sizga joylashgan joyingizga qarab pullik akalar. Xuddi shunday holatda. Buni qora va seriy ranglaridan bor. Mana bu yerda seriy ranglarimizni ko'rsatib qo'yamiz. Mana. Neobычный, bu ham o'zgacha chiroyga ega. Xo'p, komplektida nima bor deganlar bo'lsa, komplektda zaryadkasi bo'ladi. Xuddi shunday holatda akalar. Ana endi eng arzonchi hamyonbop skuterlarimizdan boshlaymiz. Cho'ntak 14 modellarimiz, ya'ni Pro variantlari, orqaga, oldiga yurish xususiyatlaridan bo'ladi. Balonlarga e'tibor beramiz, ko'ramiz. Mana qizil palasali bo'ladi va oddiyga nisbatan ozgina farq qiladi, shirokiyroq xususiyatga ega. Akalar, bitta to'liq quvvatida 30 km masofani bosib o'tadi. 4 ta 20 li akkumulyatordan joylashtirilgan. Tezliklari bu yerdagi barcha yangilik skuterlarimizni zavodskiy rejimda chiqyapti, ya'ni detskiy holatda 25 tezlikdan oshmaydi. Motor quvvati 240 wattni tashkil qiladi akalar.
Xo'p, agar xohlasanglar, uka tez yuraman deydigan bo'lsanglar, 55 ga chiqadigan qilib beramiz. Unda tezligi sababdan prava talab qilinadigan bo'ladi. Shuni yodingizda tutishinglarni tavsiya qilamiz. Bularning chegirmadagi narxi hop 3 million so'mdan chiqarib beramiz. Cho'ntak 14 Pro modellarimiz 4 ta akkumulyatorlik. Oldin aytiladigan bahosi 3,5 baho aytilib, kamaytirib beriladi. Hozir 3 million so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Ana endi navbatda cho'ntak 16 modellarimiz, bu ham Pro variant hisoblanadi. Ya'ni Pro deganiki bu orqaga yuradigan xususiyatiga ega. Mana balonlarda ham ozgina o'zgarishlari bor. 5 ta akkumulyatorlik, hop, bitta quvvatida xudo xolasa kamida 40 kilometrdan 60 kilometrgacha masofani bosib o'tsa bo'ladi. Detskida 25, sport rejimda 55 tezlikgacha ko'tarila oladi. Akalar, bularni 4,5 baho aytib kamaytirilarida hozirgi paytda buni 4 million so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Cho'ntak 16 Pro modelimizda. Barcha skuterlarimizni o'zini komplektida kaska, jilet, zaryadka bakovoylarigacha bo'ladi akalar. Xo'p, navbatdagi skuterimiz bu yangilik skuter hisoblanadi. Ninja 5 Pro ni 6 tali varianti, ya'ni full pozitsiyasi hisoblanadi. Ko'rishimiz mumkin, diskalari Redline katta diskalik. Tormozlari, old-orqa tormozlari jiddiy tormozlik, oporniy diskalari ham ancha katta, mana e'tibor beringlar. Aylanasiga qilingan. Hop, bu skuterlarimiz juda ham baquvvat holatda bo'ladi. Motor quvvati 240 vatt, 6 ta akkumulyator bilan jihozlangan. Bitta quvvatida kamida 50 kilometrdan 70-80 kilometrgacha masofani bosib o'tsangiz bo'ladi. Ya'ni sizni vazningizga, yo'lingizga, yurish holatingizga qarab masofalar o'zgarib boradi akalar. Buni narxini akalar 5 million 500 ming so'mga chiqarib beramiz. Obunachilarimizga 100 ming tushib berish holati bo'ladi. 5 million 400 mingga xarid qilsangiz bo'ladi. Mana Ninja 5 ni 6, ya'ni full pozitsiyasi hisoblanadi. Navbatdagisi Duga 5, ko'pchilik Li 9 deb atayapti akalar. 5 ta akkumulyatorli varianti, 16 balon saka diskalik, oldi tarafi jiddiy tormoz, orqa tarafi tros tormoz, 20 li akkumulyatordan 5 ta joylashtirilgan. Bitta to'liq quvvatida akalar, hop, kamida 40 kilometrdan ko'pi bilan 60 kilometrgacha masofa bosib o'tsa bo'ladi. Hop, buni narxini akalar paytida 5 million 400 baho aytib sotilgan. Hozirgi chegirmamizda 5 milliondan xarid qilsangiz bo'ladi. Orqaga yuradigan variantidan. Li 9 ni eslatadi. Orqa korpuslari ham juda ham chiroyli holatda bo'ladi. Mana bu boshqacha rangidan. Hozir aytganimiz Ninja 5 Pro ni o'zi, ya'ni 5 ta akkumulyatorlik 16 balon saka diskalik varianti, oldi tarafi va orqa tarafi jiddiy tormozli bo'ladi. Hop, mana har xil ranglaridan bor akalar. Bular bitta to'liq quvvatida kamida 40 kilometrdan ko'pi bilan 50-60 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'ta oladi. Motor quvvati 240 vatt, tezliklari DT2da 25 dan oshmaydi, sport rejimda 45 dan 55 tezlikgacha ko'tarila oladi. Akalar, bularning narxi ham 5 million 400 aytilar edi. Hozir chegirmada 5 milliondan xarid qilsangiz bo'ladi. Xuddi shunday holatda. Ana endi bu yerda buni olib qo'yamiz. Bu yerda akalar Tank 5 Pro variantlari. Mana ko'pchilik xarid qilgan, o'zi minib, sinab ko'rgan bu skuterlarimizdan 16 balon saka diskalik, oldi tarafi jiddiy tormozli bo'ladi. 5 ta akkumulyatorlik, motor quvvati 240 vatt. Hop, tezligi DT2da 25 dan oshmaydi, sport rejimda 55 tezlikka ko'tarila oladi. Hop, bu pozitsiyalarda 60 ga ham ko'tarilish holatlari bor. Tezliklari narxiga keladigan bo'lsak 5 million 400 aytilar edi. Bu ham paytida hozir 5 milliondan Tank 5 Pro larni ham xarid qilsangiz bo'ladi akalar. Mana buni ham har xil ranglardan bo'ladi. Seriy qora ranglardan topishning imkoni bor akalar. Bu tarafda katta skuterlarimiz bor. Buni ham tanishtiramiz. Bu tarafda 3 balonli skuterlarimiz barcha variantlaridan bor akalar. Mana bismillah, ichki tarafni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana Ninja 5 Pro larimizni har xil ranglaridan tashqarida tanishtirdik. Bularni hop 5 million 400 baho aytilarida, hozir 5 milliondan xarid qilsangiz bo'ladi. Ana endi bu tarafda Tank 5 ni Pro varianti har xil ranglaridan ko'rishimiz mumkin. Qora, seri, tomniy, siniy, bu yerda mana zeleniy yoki ko'k desak ham bo'ladi. Bu yerda ham seri, bu yerda tilaqo'ng'iz rang mana ko'rishimiz mumkin. Bular ham 5 million 400 baho aytilarida, hozirgi holatda 5 milliondan xarid qilsangiz bo'ladi. Mana bu tarafda dastavchi akalarimiz uchun Monsterga kopiya qilib ishlangan mana bunday skuterlarimiz bor. Dastavkaga moslashgan, akkumulyatorlari 2 tali varianti $700 ga chiqadi. Parametri hop 60 ga 28 amperlidan 2 ta akkumulyatori birgalikda $700 ga chiqadi. Bitta to'liq quvvatida hop eng kamida 100 km yuradi, ko'pi bilan 150 km gacha masofa bosib o'tsangiz bo'ladi. $700 ga 2 ta akkumulyator bilan chiqadi akalar. Ana endi yangilik pozitsiyalari bitta katta akkumulyatorli bo'lib kelgani bor. Hop, akkumulyatorda parametri 60 ga 56 amperni tashkil qiladi.
Xo'p, tablolar ham o'zgacha dizaynga ega. Mana bu joyga dastavchi akalarimiz yuklarini yuklab, mahkamlab olib ketsa bo'ladi. O'zini mana bunday mejigar pultlarigacha, NFC kartalarigacha bor. Akalar, xo'p, bularni tezligi 60 tezlikka ko'tarila oladi. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, $760 ga qilib beramiz. 60 ga 56 amperlik bitta akkumulyatorlik variantini. Dastavchi akalarimiz uchun. Hop, bu tarafga keladigan bo'lsak, 5 ta akkumulyatorli variantlarimiz tugatib olamiz. Ninja 5 Pro ni aytdik. Tank 5 ta full pozitsiyasi. Mana diskalarga e'tibor beramiz. Ancha diskalari katta bo'ladi. Old orqa tormozlari jitkis tormozlik, 5 ta akkumulyatorlik. Xo'p, motor quvvati 240 vatt, tezliklari 45 tezlikgacha ko'tarila oladi. Akalar, buni narxini hop, chegirmada 5.200.000 so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Tank 5 ta full pozitsiyasi hisoblanadi. Qora tomli siniy ranglaridan bor. Xuddi shunday holatda. Buni tanishtirdik. Ninja 5 Pro 5 million so'm. Ana endi bu yerda TM6 full pozitsiyasi. Ya'ni 6 ta akkumulyatorlikni full pozitsiyasi balonlariga e'tibor beramiz. Redline balon bo'ladi, oporniy diskalari katta, orqa ham oldi ham jitkis tormoz bo'ladi, 6 ta akkumulyatorlik. Muhim joyi sidinasi ancha keng bo'ladi akalar. Oyoq qo'yish uchun qulay joylar, pastak bo'ladi. Mana akkumulyatorlari egar tagida joylashgan bo'ladi. Xo'p, buni narxini akalar 5.500.000 so'mga chiqarib beramiz. Boringkana obunachilarimizga 100.000 tushib beradigan joyi bo'ladi. TM6 full pozitsiyasi, eslab qolinglar. Ranglarini mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, seri ko'k, qora ranglaridan qilib bersak bo'ladi. Ana endi bu yerda burgut ko'zi 3-pozitsiyasi. Bu 20 lik akkumulyatorli varianti. Ko'pchilik 32 liga ulgurmay qoldi. 32 likni $700 baho aytib kamaytirib bergan edik. Bular 20 likdan 6 ta bo'ladi. Bu shunday holatda balonlari shiroki, katta balon. Hop, motor miyi 1000 bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak $630, oz-moz tushib beradigan joyi bor. Ranglari tomli siniy hamda qora ranglaridan bor. Shunday holatda. Ana endi dugalik skuter qidirganlar bo'lsa, parametrlari bir xil akalar, buni narxini $600 ga chiqarib beramiz. Benzinli skuter ishqibozlari bo'lsa, mana bu turdagi benzinli skuterlarimiz bor. Tank 2 modeli 150 kubalik bo'ladi. 100 kilometrga 3.5-4 litr rasxodi bor. Tezligi 90 tezlikka chiqadi. Buni shot spravkasi bilan birgalikda $1000 ga chiqarib beramiz. Tank 2 modelini, Tank 3 modelini $1050 ga chiqarib beramiz. Ana endi Tigerni ikkinchi pozitsiyasi. Ko'rinish xuddi shunday holatda, balonlarga e'tibor beringlar, juda ham shiroki, sportivniy skuterlardan desak bo'ladi. Bu ham 150 kubalik bo'ladi akalar. Bu ham shot spravkasi bilan birgalikda $1200 ga chiqarib beramiz. Mana bu Tigerni o'zini bo'lsa, ko'rishimiz mumkin. Juda ham haybatli skuterlarimizdan, ko'rinishi juda derski holatda, tezliklari ham 90-100 tezlikka ko'tarila oladi. Xo'p, 150 kubalik bo'ladi. 100 kilometrga 3.5-4 litr rasxodi bor akalar. Bularni ham $1200 dan chiqarib beramiz. Shot spravkasi bilan birgalikda chiqadi akalar. Tigerni o'zi, bunisi Tigerni ikkinchi pozitsiyasi. Birinchiga qaraganda ozgina kichkinaroq bo'ladi, lekin balonlari ancha gabariti katta bo'ladi akalar. Shunisida farqi bo'ladi. Bularni $1200 dan, tankni 2 ni $1000, tank 3 ni $1050 ga chiqarib beramiz. Ana endi uka puli yengilroq bo'lsin, 6 ta akkumulyatorlik skuterlaringizdan bering deganlar bo'lsa, mana bu turdagi hop ZJ, hop Tesla, ya'ni chigitka modellarimiz va bu yerda TM modelimizni hozir tushuntirib o'tdik. Bulardan bo'ladi akalar. Balonlarga e'tibor beramiz. Shiroki balon bo'ladi, redline diska bilan jihozlangan. Asosiy Teslalarimizda, JZlarda mana bu holatdagi balon bo'ladi. Mana. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, parametrlari bir xil bo'ladi. 6 ta 20 lik akkumulyator joylashtirilgan, motor quvvati 240 vatt. Xo'p, bularda old orqa tormozi jitkis tormozlik, tezliklari hop 45 dan 60 tezlikgacha ko'tarila oladi. Hop, detski rejimda hammasi ham 25 tezlikdan oshmaydi akalar. Bularni narxiga keladigan bo'lsak 5.500.000 so'm, obunachilarimizga 5.400.000 dan qilib beramiz. Barcha 6 talik mana bu turdagi skuterlarimiz. Endi bu yerda lotkalik ishqibozlari bo'lsa, xo'jalik uchun juda kerak bo'ladigan nevaralarini, otaxon, onaxonlarni o'tkazib, bozorlarga, masjidlarga olib chiqib, olib kelsangiz bo'ladigan skuterimiz bor. Minishga qulay holatda, akkumulyatorlari 5 talik, bu sidinani tagiga joylashtirilgan bo'ladi. Xo'p, akalar, buni paytida $600 qo'yilgan. Skidka qilib $550 ga ham qo'yilgan. Hozirgi narxida $530 ga qilib beramiz. Obunachilarimizga yana ham tushib beradigan holati bo'ladi akalar.
5 ta akkumulyatorlik bitta quvvatida kamida 40 km yuradi, ko'pi bilan 50 km dan ziyod masofaga bosib o'tsangiz bo'ladi. 16 ballon sakadiskali holatda bo'ladi. Shunday holatda. Ana endi yana navbatdagi Derskiy chiroyli skuterlarimizdan. Xo'p, buni Burgut 3 deb o'zimiz nomlab olganmiz, sababi tanib olishimiz uchun. Klientlar telefon qiladi, skuter nomini bilmay qolishadi. O'shaning uchun buni Burgut 3 deb nomlaganmiz, buni Burgut 2 deb nomlaganmiz. Buni birinchi pozitsiyasi bo'lardi, Burgutni o'zi deb nomlaganmiz. Burgut o'zidan hozir yo'q, bu ikkinchi pozitsiyasi, ya'ni Burgut 2. Xo'p, 20 likdan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan. Oldi-orqa tormozi GTX tormozli bo'ladi. Motor 1000. Bitta quvvatida kamida 40 km masofa bosib o'tadi. Tezligi akalar, hop, 60-65 tezlikka bemalol ko'tarila oladi. Sidinalari ham ancha keng holatda bo'ladi. Hop, ko'rinish jihatdan ham qolganlarga nisbatan ancha chiroyli skuterlarimizdan biri. Mana 3 ta varianti bir-biriga solishtirib olsanglar bo'ladi. Hop, buni narxini akalar $630 oz-moz tushib beradigan joyi bo'ladi. Shunday holatda. Ana endi bunisini dugamiz $600 qilib beramiz. Parametr jihatdan bir xil. Hop, Burgut 3 ta oddiy pozitsiyasini $630 kamaytirib beramiz akalar. Shunday holatda. Ana endi 6 tali skuterimiz, bu variantimiz qolib ketibdi. Ko'rinishi mototsiklni eslatib yoradi. Hop, mototsikl ishqibozlari bo'lsa, puli yetmay yurganlar bemalol olib, mototsiklni emotsiyasini bu skuterdan topa olasizlar. Chunki tezliklari 60 tezlikka ko'tarila oladi. Motor miyalari baquvvat, 6 ta 20 akkumulyator joylashtirilgan bo'ladi akalar. Bitta to'liq quvvatida xudo xolasa kamida 50 km, ko'pi bilan 70 km masofani bosib o'tsanglar bo'ladi. O'zingizlar mototsikl fasadini berayotgan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyada fikringizni qoldirib ketinglar. Buni narxini akalar $600 baho qo'ygan edik boshida. Keyin buni 6.800.000 ga chiqarib beradigan bo'ldik. Xudo xolasa obunachilarimizga oz-moz yo'lida qilib berishimiz mumkin. Shunday holatda. Ana endi uka menga 1 yillik kafolati bilan skuter kerak, ishonchli skuter kerak deganlar bo'lsa, mayli, ularga ham skuter qilib beramiz. Ko'rishimiz mumkin. Yadeya skuterlarimizni barcha turlaridan bor. 4 ta, 5 ta, 6 ta akkumulyatorli varianti, hattoki 3 oyoqlik tepasi yopiq skuterlardan ham bo'ladi akalar. Faqat bulardan farqi nimada deganlar bo'lsa, deyarli xizmati bir xil bo'ladi. Puliga kelganda bularning puli ancha qimmat bo'ladi. Sizlarga taqqoslashinglar uchun oddiy Samsung bilan iPhone degan narsa, ikkalasining ham xizmati bir xil, lekin iPhone Samsungga qaraganda 2 barobar qimmat bo'lib qoladi akalar. Shu joyda farq qiladi. Faqat buni garantiyasi bor akalar. Xo'p, aytaylik 4 ta akkumulyatorli varianti kamida 30 km yuradi. Hop, tezligi 25 dan 55-60 tezlikkacha chiqishi mumkin. Buni narxini $500 ga qilib beramiz. 4 ta akkumulyatorli variantini. Ana endi 5 ta akkumulyatorli variantlarini esa akalar $610 ga chiqarib beramiz. Mana bular 5 ta akkumulyatorli variant hisoblanadi. Shunday holatda. Hop, 6 ta akkumulyatorli skuterlarimiz bo'lsa, 6 ta akkumulyatorli bu modellarimizni $750 dan chiqarib beramiz mana. Har xil turlaridan bor mana. T5 modellarini qizil, oq ranglari ko'rishimiz mumkin. Mana bunday ranglardan bor. $750 dan 6 ta akkumulyatorli variantini xarid qilsangiz bo'ladi. Yo'q uka, menga Derskiy bo'lsin, o'ta moshniy, baquvvat bo'lsin deganlar bo'lsa, xo'p, 38 tali akkumulyatordan 6 ta akkumulyator joylashtirilgan mana bu turdagi ko'rinishi xuddi BYDni eslatib yoradigan skuterimiz. Buni narxini $1050 ga chiqarib beramiz. 1 yillik kafolati bilan akalar. Xuddi shunday holatda. Ana endi mana bu modellarimizga e'tibor beramiz. Hoji ota, hoji onalar bemalol mahallada haydab yurishligi mumkin. Orqalari ham ancha keng bo'ladi. Vesavoy odam ham o'tirib xotirjam ketish imkonini beradi. Motor miyalari baquvvat, akkumulyatorlari 5 talik bo'ladi akalar. Buni narxini $950 ga chiqarib beramiz. Bunisi ham xuddi shunday holatda, faqat boshqacha rangidan bo'ladi. Endi tepasi yopig'idan bering deganlar bo'lsa, xuddi shunday tepasi yopiq variantlarimiz bor. Tentlari bilan bo'ladi, ya'ni yonlari yopiladi. Akkumulyatorlari 32 dan 5 ta bo'ladi. Oldiga orqaga yurish xususiyati bor. Hammasi kamida 40 yuradi, ko'pi bilan 50-60 km masofa bosib o'tadi. Bularning narxini 1 yil garantiyasi bilan $1200 ga chiqarib beramiz. Tepasi yopiq variantlarini. Ana endi bu yerda xo'p, 3 ballonli so'raganlar bo'lsa, sal arzonroq varianti. Bularning garantiyasi yo'q. Drongo firmasiniki, orqada ham bemalol odam o'tirib ketsa bo'ladi. 32 dan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan. Akalar buni $700 ga chiqarib beramiz. Xo'p, bunisi Yadeyaniki $1200. Mana bu modellarimiz bor akalar. Tepasi yopiq varianti, orqasida odam o'tiradi. Xo'p, lekin tentlari bo'lmaydi. Xuddi shu holatida bitta quvvatida 40 km dan 60 km gacha masofa bosib o'tadi. Qo'lda ham, oyoqda ham tormozlari bor, dvorniklarigacha ishlaydi akalar. Buni narxini $900 ga chiqarib beramiz.
orqasi ochiq, tenti yo'q variantlari bo'ladi. Xuddi shunday holatda. Endi tanishtirmagan skuterlarimiz katta skuterlarimizdan qoldi. Tashqi tomonda uni ham ko'rsatamiz. Undan oldin mana bu lotkali variantimiz qoldi. 4 ta akkumulyatorli bo'ladi, 14 razmerda, bitta quvvatida 30 km masofa bosib o'tadi. Oldiga orqaga yurish xususiyatlari bor. Xo'p, buni narxini $530 ga chiqarib beramiz akalar. Mana. Endi tashqi tomondagi skuterlarimizni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana akalar. Mana ko'rib turganinglardek yangilik skuterlarimiz ham kelishda davom etyapti. Qanaqa turdagi skuter qidirgan bo'lsanglar, bizning joyimizdan keng assortimentda turlari mavjud. Kelib, bemalol xotirjam tanlab olib ketish imkoniga egasiz. Agar uzoq joyda bo'lsangiz yoki musofirda bo'lsangiz, yozilgan nomerlarga telefon qiling, xudo xolasa dastavkalar qilib beramiz. Dastavkalarimiz turgan joyingizga qarab pullik bo'ladi akalar. Mana bu yerdagi modellarimizni ham bir qator ko'rsatamiz. Duga tanishtirib o'tdik, ichkarida har xil ranglaridan bor, $600. Hop, Burgut 2 modeli $630 kami bor, qora seriya ranglaridan bor. Burgut 3 modelining oddiy pozitsiyasi $630 kamaytirib beramiz mana. 2 xil rangi bor bu yerda va bu yerda Tiger pozitsiyasi benzinlik varianti, buni $1200 ga chiqarib beramiz. Bu yerda veloskuterimiz bor. 3 ballonli veloskuter. 20 dan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan. O'rindiqni ko'tarib qo'ysangiz 2 ta odam o'tirsa bo'ladi va bu yerga hop 25 kilodan 4 ta 5 ta qopni yuklab olib ketish imkonini beradi. Motor miyalari baquvvat, oldi tarafi 20, orqa tarafi 18 ballon. Tezliklari 30-40 tezlikka ko'tarila oladi. Akalar, buni narxini $600 aytar edik. Hozir chegirmada $570 dan xarid qilsangiz bo'ladi. Qora, xuddi shunday seriya va bardoviy qizil ranglaridan bor. Ana endi 200 kilolik skuterlarimiz mana bunday. Pirada ko'pchilik stakanchik deb taniydi. 200 kilo yukni bemalol ko'tarib keta oladi va mana bunday o'rindiq qilib foydalansangiz bo'ladi akalar. Bularni paytida $800 baho aytib kamaytirib berilardi. Hozirgi chegirmamizda $700 dan xarid qilsangiz bo'ladi. Mana keng assortimenti mavjud. Xudo xolasa yog'larda ham bor. Akkumulyatorlari 32 dan 5 ta akkumulyator bo'ladi akalar. $700 dan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Ana endi bu yerda 300 kilolik modelimizni yangilik varianti. Ko'rinishi haybatli, ancha katta bo'ladi. Aravalari ham ancha keng holatda, faqat buni farqi orqada sidina bo'lmaydi, odam o'tirmaydi. Faqat yuk uchun mo'ljallangan holatda. Akkumulyatorlari ham baquvvat. 58 dan 5 ta akkumulyator qo'yilgan, kolonkalarigacha bo'ladi akalar. Tormozlari oyoqda mana. Buni narxini $870 deb ozmoz o'tib beradigan joyi bo'ladi akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, navbatdagi 3 ballonlik eng ixcham skuterimiz, ko'rishimiz mumkin, sidinalari oldiga orqaga suriladigan variantlaridan bo'ladi. Tormozlari oyoqda ham, qo'lda ham turadigan variantlaridan. Mana akalar, 20 dan 5 ta akkumulyator joylashtirilgan, bitta quvvatida kamida 40 km masofa bosib o'tadi. Ko'pi bilan 50 dan oshiq masofa yurib o'tsangiz bo'ladi. Ana endi uzoqdan bo'lsa ham ko'rsatib qo'yaman. Qaranglar, sidinasi yiqilgandan so'ng mana bunday holatda mana sidinasini oldiga surib qo'yib, bitta odam bemalol haydasa bo'ladi. Orqasidan o'zini kichkina korzinkasi chiqadi akalar. Hop, buni narxini $600 baho aytilar edi. Hozir chegirmada $550 dan xarid qilsanglar bo'ladi mana. Katta partiyada ixcham skuterlarimiz mavjud. Ana endi xuddi shuni katta varianti, orqasida ham odam o'tiradi. Buni akkumulyatorlari 32 dan 5 ta akkumulyator bo'ladi akalar. Bitta quvvatida kamida 40, ko'pi bilan 60 km gacha masofa bosib o'tsa bo'ladi. Akalar, buni narxini $700 ga chiqarib beramiz. Mana har xil variantlardan bor. Bunisi 3 ballonni yangilangan partiyasi keldi. Eng ixcham variantini mana bu yerda tanishtirib o'tdim. Chegirmada $550 deb. Bunisini e'tibor beringlar. Faralari ham neobычный katta holatda chiqqan. O'zini funksiyalari ham bo'lakcha bo'ladi. Tormozlari oyoqda ham, qo'lda ham bor. Sidinasi oldi orqaga suriladi. Buni akalar $600 ozmoz tushib beradigan joyi bo'ladi. Xuddi shunday qora ranglaridan mavjud. Ana endi uka, menga tepasi yopiq bo'lsin, lekin juda ham ixcham bo'lsin deganlar bo'lsa, mana bu turdagi skuterlarimiz bor. Ko'rinyaptimi? Eng kichkina skuterimiz mana narigi skuterlarimiz tepasi yopiq varianti hisoblanadi. Akalar, buni $720 ga chiqarib beramiz. Tepasi yopiq, 5 ta akkumulyatorli, kamida 40 km yuradi. Ko'pi bilan 50 km dan ziyod masofani bosib o'tsangiz bo'ladi. Uka, kattaroq bo'lsin, baquvvat bo'lsin deganlar bo'lsa, mana bu turdagi Rexha modellarimiz bor. Tom bagajlariga e'tibor beringlar, juda ham baquvvat. Orqasida zapaska ballonlarigacha bo'ladi. Mana ko'rinayotgan bo'lsa,
zapaska balonlari bor. Akkumulyatorlar 32 dan 5 ta akkumulyator bo'ladi. Yonida tentlari ham bor, yopiladi. Orqasi bilan polni komplekt holatda yopiladi. Buni narxini akalar $1000 ga chiqarib beramiz. Bu shunday holatda. Mana bunday ikki xil variantidan bo'ladi. 300 kilolik skuterimizning yana bir varianti xuddi shunday holatda. Mana akalar. Bordlari ham ancha keng, orqasida odam o'tirmaydi. Ikki xil pozitsiyasi bor, seri va qora rangidan bor akalar. Buni $870 kamaytirib beramiz. Ana endi buni ichkarida tanishtirib o'tdik. Tepasi yopiq 3 ballonlik, orqasida 2 ta odam o'tiradigan variantimiz, tentlari bo'lmaydi. $900 ozmos tushib beradigan joyi bo'ladi akalar. Xohlovchilarga 1 tonnalik variantlarimiz bor. Xuddi shunday holatda, samasval emas, motor miyalari, akkumulyatorlari baquvvatlaridan bo'ladi akalar. Narxi $1250 ozmos tushib beradigan joyi bo'ladi. Ballonlarni ham bir qator ko'rsasak, juda ham baquvvat, Cherokee ballon bo'ladi. Yuk uchun mo'ljallangan holatda bo'ladi. Akalar, ukalar, ko'rib turganingizdek, mana bu yerda barcha turdagi skuterlarimizni qisqacha tanishtirib o'tdik. Bu ma'lumot siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, xuddi shunday skuter qidirib yurgan yaqiningizga videoni ulashib qo'yishni unutmanglar. Agar sizlarga ham xuddi shunday skuterlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar yoki Telegram kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta sizlar uchun ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan. Aytgancha, bu yerga keladigan bo'lsangiz, albatta telefon qilib olishni unutmang, sababi lokatsiya tashab beramiz, osongina qiynalmay kelib olasiz. Agar o'zingiz topib keladigan bo'lsangiz ham YouTube'dan ko'rdim deb обязательно aytadigan bo'lsangiz, xudo xolasa maxsus chegirmalarga ega bo'lasizlar. E'tibor uchun kattakon rahmat, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar va doimo salomat bo'linglar.